Bolani isitmasi chiqqanda uy sharoitida doimo bolaga bir xil yordam ko'rsatilmaydi. Sababi isitmani turlari bor. Bugun shu haqida gaplashamiz. Diqqat bilan eshiting, o'rganib olasiz. Birinchi shakldagi isitmada hamma biladi buni. Bolani tanasi, terisi qizaradi, ushlab ko'rganingizda issiqlikni sezasiz, bola holsizlanadi, ishtahasi yo'qoladi. Qo'ltig'idan termometrda o'lchab ko'rganingizda 38, 39, ba'zan 40 gradusdan ham baland ko'rsatadi. Bunaqa vaziyatda bolani kiyimlarini yechintiramiz va bosh qismidan tashqari butun badaniga iliq suv surkab chiqamiz. Bu bolani tana haroratini tushirishga yordam beradi. Keyin parasetamol svechalaridan yoshiga mos holatda foydalanishimiz mumkin. Isitmani ikkinchi shakli biroz boshqacharoq belgilar bilan namoyon bo'ladi. Bunda bolani tana harorati ko'tarilgan bo'ladi. Qo'ltig'idan o'lchab ko'rganingizda, lekin qo'l-oyoqlari muzdek bo'ladi. Badani issiq bo'ladi, terisi oqargan bo'ladi. Bunaqa vaziyatda qanaqa qilib yordam berish mumkin bolaga? Ba'zida bola qaltirab qolishi ham mumkin. Buni xalq orasida ko'pincha varaja deb atashadi. Birinchi o'rinda bolani qo'l-oyoqlarini isitish uchun grelkalardan foydalanamiz. Terini kuydirmaydigan darajada suv solingan bo'lishi kerak. Agar grelka bo'lmaydigan bo'lsa, baklashkalardan foydalanish mumkin. 10-15 daqiqa davomida tutib turiladi qo'l-oyoqlariga. 10-15 daqiqadan keyin bolani qo'l-oyoqlari normal tana haroratiga yaqinlashib isishni boshlaydi. Keyin yana qo'ltig'idan termometrda tana haroratini o'lchab ko'ramiz. Ko'pincha isitma tushmagan bo'ladi. Bunda butun badani normaga kelib olgandan keyin parasetamol svechalaridan foydalanishimiz mumkin. Lekin har ikkala holatda ham isitma nima uchun chiqayotganini aniqlash uchun bolani birinchi yordamni uy sharoitida ko'rsatib bo'lgandan keyin vrachga olib borish kerak.